Yoshim 23da, oliygohni tugatganman, ishlayman. Bundan 1 yil ilgari biz yashaydigan ko'p qavatli uyga yolg'iz bir ayol 2 bolasi bilan ko'chib keldi. Qo'ni-qo'shnilarning aytishicha, ayolning turmush o'rtog'i Rossiyaga ishlagani ketgan ekan. Keyinchalik ayolning eri avtohalokat sababli o'sha yerda vafot etibdi. Marhumning aka-ukalari ayolga uy-joy qilib berishibdi, lekin qat'iy talab qo'yishmabdi. Yoshsiz, agar ko'nglingizga yoqadigan, jiyanlarimizning boshini silaydigan insonni uchratsangiz, biz turmushga chiqishingizga qarshi emasmiz. Akamning xotirasi bilan yashang, dunyodan yolg'iz o'ting deb talab qo'ya olmaymiz. Haqqimiz ham yo'q. Lekin qarindoshchilik aloqalarimizni uzmaymiz deyishibdi. Bu gaplarni onamdan eshitib, avvaliga ayolga achinib qaraydigan bo'ldim. Bayramlarda, hayit kunlarida ayolni yoddan chiqarmasdik. Onam birortamizdan yeguliklar, oziq-ovqat berib, ularnikiga chiqarib yuborardilar. Ayol bilan salom alik qiladigan, gaplashib turadigan bo'ldik. Ba'zi vaqtlarda uning ishlari chiqib qolsa, bolalarini biznikiga qoldirib ketardi. Yoshlikmi yoki havasmi, o'sha ayolga ko'nglim tushdi. O'zini tutishi, bolalarga e'tibori, bizga, oilamdagilarga qilayotgan munosabatidan juda xursand bo'lardim. O'ta tarbiyali, oqila ayol edi. Farzandlarga ham sizlab murojaat qilardi. Vaqt o'tgani sari men biror bir bahona bilan ayolni ko'rishga intiladigan bo'lib qoldim. Oxir-oqibat unga ko'nglimni yordim. Siz men orzu qilgan ayolsiz. Sizga uylanmoqchiman. Farzandlaringizga ham mehr bera olaman. Ko'p o'ylab shu qarorga keldim dedim. Rayhona opa esa, uning ismi shunday edi. Rayhona opa esa miyig'ida kulib, bir yomon tush ko'rdim deb hisoblang. Bu gaplaringizni unuting. Aytgan gaplaringiz oramizda sir bo'lib qoladi dedi. Men esa qaysarlik qildim. Rayhona opa meni uydan jo'natib yubordi. Shu voqeadan keyin uyimizdan oyog'ini uzdi. Mening kutilmagan tashriflarimga esa eshikni ochmasdi. Ichkaridan turib urishib jo'natib yuborardi. Tinmay boraverganimdan keyin kiritdi. Xonada qizi va o'g'li o'ynab turgan ekan. O'zi yotog'iga kirib ketdi-da, marhum erining suratini ko'tarib chiqdi. Bolalari dadasiga 2 tomchi suvdek o'xshardi. Hayratda qoldim. Men bolalarimni ko'rganimda erimni ko'rgandek bo'laman. Ulardan dalda kuch olaman. Men turmushga chiqmoqchi emasman. Bolalarimning qalbini tirnashni istamayman. Siz esa ertasini ko'ra olmaydigan go'daksiz. Ota-onangizsiz hech kimsiz. Meni boshqa bezovta qilmang dedi. Agar sha'nimga dog' tushib, qarindoshlarim, farzandlarim oldida uyatda qoldiradigan bo'lsangiz, onangizning yoniga boraman deb uydan chiqarib yubordi. Lekin men uning ko'zlarida mehrga muhtojlikni ko'rdim. U ayol suyana olishi mumkin bo'lgan insonni kutayotganini sezdim. Endi unga qo'ng'iroq qila boshladim. Ba'zida u meni tinglab, yaxshi gap bilan yo'ldan qaytarishga urinar, ba'zida urishib berardi. Navbatdagi qo'ng'irog'imda u go'shakni ko'targach, yig'lab yubordi. Ancha gaplashdik. Uni so'rab bir keksa erkakdan sovchi kelayotganini aytdi. Ota-onasi, yaqinlari rozi emish. Sababi ayol boshqa farzand ko'rmaydi va erkak mana shu farzandlarga mehr beradi deb uni turmushga chiqarishga undashayotgan ekan. Agar siz hech bo'lmasa bir marotaba oila qurgan bo'lar edingiz, uylab ko'rardim dedi-yu, go'shakni qo'yib qo'ydi. Ichimdagi umid olovi yana alanga oldi. Rayhona opani ko'ndirish mumkin. Uydagilar esa baribir mening ko'nglimga qarashadi deb o'yladim. Meni uylantirish niyatida yurgan ota-onamga ko'nglimdagi gapni yetkazdim. Ochig'i, shu yoshga yetib ota-onamni biror marotaba bunaqa ahvolda ko'rmagan edim. Dadam g'azab ustida kamarini yechib savalay ketdi. Onam esa izillab yig'laganicha menga yalina boshladi. O'zimning ham boshim gangib o'sha kecha uyimizda hech kim tonggacha uxlamadi. Ertalab onam shosha-pisha ko'chaga chiqib ketgan kuyi Rayhona opani sudrab keldi. Men o'g'lingizni yo'ldan urganim yo'q, o'zi ko'pdan beri borib telefon qilib yuradi deb Rayhona opa o'zini oqlashga tushib ketdi. Nega menga biror og'iz aytmadingiz? Sizni noto'g'ri tushunmasdim. Axir qizimdek ko'rgandim, dedi onam yig'lab. Rayhona opa jim. Men esa uydagilarni mana shu nikohga ko'ndirishga urinardim. Dadam ham onam ham meni eshitishni istamasdi. Oxiri dadam Rayhona opaga yuzlandi. "Tegasanmi o'g'limga?" dedi. "Xavotir olmang Anvar aka, meni oilangizni tinchini buzmoqchi emasman. Bugunoq qaynalarimga aytib, ularning hovlisiga ko'chib ketaman. Beva ayolning boshi malomatdan chiqmas ekan, o'z baxt qaroligimga sizni ham sherik qilmoqchi emasman" dedi. "Shu gaplaringda turasanmi, a?" dedi dadam qat'iylik bilan. 2 bolam bor. Guldek o'g'lingizni umrini xazon qilsam, kasri bolalarimga urmaydimi? Qarg'ishingizga qolib bir umr baxtsiz bo'lmaymanmi?
dedi Rayhona opa yig'lab. Rahmat senga qizim, dedi dadam. Onam esa ho'ngrab yig'lashdan to'xtamasdi. Shu bilan mening g'o'r muhabbatimga nuqta qo'yildi. Rayhona opa ham ko'chib ketdi. Lekin men hamon o'zimga kelganim yo'q. O'sha ayolga uylanmoqchiman. Hatto bir marotaba yurak yutib, Rayhona opaning qaynisi bilan ham uchrashdim. Maqsadimni aytdim. Ukajon, hali yoshsan, hayotni achchiq-chuchugini tanimaysan. Avvaliga begona bolalarga mehr berasan, lekin otalarcha emas, akalarcha. O'z farzandlaring tug'ilganidan keyin sening hozirgi tuyg'ularingdan asar ham qolmaydi. Shunday ekan, o'zingni qo'lga ol, aqlingni yig'd dedi. Men esa o'zimni qo'lga ola olmayapman. Kuni kecha onamga yig'ladim. Rayhonasiz o'lib qolaman dedim. Onam esa bu so'zlarim noto'g'ri ekanligini ta'kidlashdan charchamaydi. Agar to'g'ri yo'lni topa olmayotgan bo'lsang, nomingni sir tutib gazetaga yoz. Odamlarning o'zi hayotiy tajribalardan kelib chiqqan holda senga maslahat berishadi dedi. Shu sababli maktub yozdim. Axir menga o'xshab oilali ayolga ko'ngil qo'yib, baxtli yashayotgan insonlar ham bordir. Yoki bundaylarning hammasi baxtsizmi?